Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Uzrli sabablarga ko'ra orada uzilishlardan keyin yana stadionga qaytdik va stadiondan videolarimizni nasib bo'lsa davom qilamiz. Mana hozir biz stadiondagi 3-blokimizni eng yuqorgi etajda beton olish ishlarini boshlaymiz nasib qilsa bugun. Bu yerda esa krishalarimizni boltlari qotirilishi uchun qo'yilib turgan oyoqlarimiz. Bu har bir etajim eng oxirgi etajlarimizda qo'yilib ketyapti va shunda nasib qilsa krishalarimizni stoykalari, oyoqlari hammasi kelib shunga birikib, mana shundan krisha bo'ladi nasib qilsa. Bu qismi esa tribuna qismimiz. Mana bu qismida esa har bitta anaqamiz, betonlarimiz, tribunalarimiz betonlari kelib, bularning ustida minadi nasib qilsa beton bo'lgandan so'ng. Ana bu yerdagi bitgan birinchi blokimizda esa tribunalarni qo'yish ishlari davom qilinmoqda. Tribunalarimiz betonlari olib kelib qo'yilgan, hammasi tayyorlanib. Nasib qilsa bu 3-blokimiz tugatganimizdan so'ng esa o'sha 4-blokimizni ham oxirgi etajlari, to'shama qismlari tayyor bo'lib bo'lyapti. Nasib qilsa 4-blokimizga ham uzog'i 1,5 haftada yetib tugatib olamiz. 5, 6, 7, 8 bloklarimizda esa ishlar juda yaxshi ketyapti. Nasib qilsa avgust oyining oxiriga qadar bu yerlarni umuman beton ishlarini topshirishni niyat qilib turibmiz. Qo'llab-quvvatlab tursangizlar, albatta sizlar bilan birgalikda barisini birgalikda erishamiz do'stlar.